biz Qo'shtepa tumani, Marg'ilon Qo'shtepa tumanidan biz. Mana shu o'g'lim 2024-yil yiqilib tushib 2 yildan basa bitta joyda. Bizga hech hokimiyatlarga chiqdim. Keyin nima qilib beramiz, keyin bu bolani oyog'i qatib qolmasin deb doktorlar ham shunaqa dedi. Buni yoshi 26 ga kirdi. Endi shuni davolatishga muhtojman. Nima mablag'im yo'q, qolmadi. Bu bolani operatsiya qildirdik, boshqa qildik. Doktor yugurib. Hozir bizda bitta ham mablag'imiz yo'q. Shu bolani davolatish kerak. Tezroq oyoqqa turib ketib, nima bo'lsa, Xudo xolasa bu bolam ham nima qiladigan biz. Qo'shtepa tuman hokimiga bordingizmi? Bordim. Yordam so'radingizmi? Yordam berishdimi? So'radim. Keyin yilga keling, yangi nimadan keling deyishdi. Mahalla raislariga uchradilarmi? Uchragan yo'q. Ular mahalla raisi bilan bizga kelmaydi. Patronajda xabar olyaptimi bu? Yo'q. Tibbiyot birlashmasidan bir 3 oy bo'lyapti kelishganiga. 3 oydan beri kelishgani yo'q. Hech kim orqasiga yotagan ana birov qani ko'raychi Mahalla demadi. oqsoqoli ham kirgani yo'q, Men shu o'zim harakat qilaman. Shu nima qilaman, pirvaska qilaman. Hammasi topgani shu pensiya ketadi, dadasi bilan ayasi bozorga chiqadi. Shu tirikchiliklar boshqa yo'q. Bittamiz nima qilsak, bittamiz shu bolani tirikchilik nimasiga qilamiz. hozir faqat bitta joyda, Bitta joyda. bitta joyda. Yurmaydi-da, yurolmaydi. Hokimiyat tomonidan hech qaysi nimadan davlat tashkilotlaridan hech qanday yordam olmadilar. Yo'q, bu yil olganimiz yo'q. Umuman Umuman olganlari yo'q. Qo'shtepa tumanidagi hokimimiz mana sizga necha marotaba chiqdim. Har safar chiqqanda moddiy yordam so'rab chiqdim. Mana bu safar aytdim, nima doktorlar oyog'i qatib qolsa, keyin mana shunday holatda qolib ketadi dedi. Sizga rosa tushuntirib ham aytdim, siz tushunmadingiz bu gapimni. Iloji yo'q. Mana shunaqa nimalar qilishga nima bo'ldim. Mahallamizdagilarga ham aytdim. Mana shu bolamni shunaqa bo'ldi deyapti doktorlar desam, hech kim bizga anaqa qilgani yo'q. Qo'shtepa tumani hokimi mana o'g'lim bir joyda mana o'shanga yordam bering deb necha marotaba oldingizga chiqdim. Menga yordam bering. Mana shu bolam yurib ketishiga yordam beringlar deb necha marta chiqdim siz oldingizga. Yordam bermadimi? Yo'q. Yo'q, keyingi yilga kelasiz deb shunaqa deyishdi. Borishadi, xodimlar ham borishadi. Xodimlar birortasi kelgani yo'q. Mahalladagilar ham kirgani yo'q. Oqsoqol degan umuman. Xodimlari ham kirgani yo'q. Hozir sizlar ikkovlaring yashaysizlar xolasi. Ha. Endi siz pensiyaga chiqmagansizmi? Yo'q, pensiyaga chiqmagan. Bozorga chiqib tirikchilik. Tirikchilik bozordan. Bozordan Topgan pulingiz mana shu bolaga ketyapti Mana shu hozir. bolaga ketyapti topgan pulimiz. Mana ko'rib turgan kuzatuvchilardan ham shu ehsoni bor insonlardan yuzlanib qolamiz. Mana shu aka uchun karta raqamlarni qo'yamiz. Karta raqamlariga ehson qilib qo'llayingdan kelgancha 10 mingmi, 5 mingmi, 100 mingmi ehson qilinglar. Sharoiti juda og'ir. Karta raqamingiz bormi? 62 Hop, 60 aytavering karta raqamingizni. 62 57 00 26 95 98 50. Yana bir marta qaytarib oling. 62 57 00 26 95 98 50. Endi yaqin qiladi.